Gagarin hududida bitta 3 xonali uyim sotuvga chiqdi. Neoklassika remonti bilan 7 qavatlik novstroykamiz 6-qavatda bo'lyapti. Lifti bilan, xo'p, kirish qismimiz xonalar alohida-alohida, sanuzellari ham alohida. Alohida hojatxona, bolalar yotoqxonasi, mehmonxonamiz, kattalar uchun yotoqxona, oshxona va sanuzel bo'lyapti. Kirish qismimiz attachment bo'lgan, sifatli mebellar qilingan, tribozon qilingan, sanuzel. Remontga o'z fikringizni kommentariyga bildiring. Oshxonamiz kattagina keng. Oshxonamizga plus garderob ham bor. Kirish mashinasi shu yerga qo'yilgan. Yangi texnikalari bilan sifatli mebellar qilingan, kuxona mebellar, krashinli va o'tirib ovqatlanish uchun zona va qo'shimchasiga balkon ham mavjud. Ajoyib manzaracha. Yo'l ustida joylashgan orientir MCS bo'lyapti. Xo'p, keyingi xonamiz bu kattalar uchun yotoqxona. Bu yerda ham barcha qulayliklar qilingan, panoramli oynalar bo'lyapti. Va chiroyli shkaf oynali qilingan va alohida hojatxona bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bolalarimiz uchun 2 kishilik xona, shkaflar bilan parta-marta hamma udovsizlik qilingan va mehmonxonamiz. Uyimizni isitish tizimi cho'qlopol qilingan. Bu mehmonxonamiz kattagina keng. Bu yerda ham 2 talik panoramli oyna bo'lyapti. Manzilni yana eslatib o'taman. Samarqand shahar, Gagarina ko'chasi, MCS orientir 3 xonalik 7 qavatlik novstroykamiz 6-qavatda joylashgan. Lifti bor, ishlayapti. Kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga ipoteka rassrochkasi yo'q. Ular ham hammasidan chiroyli uylar olishni nasib etsa, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 99 ming AQSh dollar so'rayapti, yana savdosi bor. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosish esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.